Endilikçe bir işe kız gap kılayla hürmetlik vatandaş. Yukarıda leksiyalarımızı sözlep yattık. Keleyli ki endi Cungu'nun hazırı kaldı da eğer Avrupa ile Amerika Koşmuş Ştatları birleştiği bolsa deydi. İşte rayın yak 3 rayın Japonya'nı koşkandı bu rayın 800 milyon ahali yaşaydı deydi. 20 trilyon dolarlık saat devletler ameti kerime var rayın deydi. Muşunda ahvalda birleşip Cungu'ya zerbe verdiğin bolsa Cungu'dan Avrupa İttifakı'na eksport kılınıp atkan 800 milyar dolarlık ve 700 milyon dolarlık degidek. Aralıktaki soda eğer zerbe uçraydı o deydi. Mağın Prezident Pence'nim deydi. Biz katı kolluk bilen Cungu'ya muamele kılış. Yani sade ticaret meselesi de katı kolluk bilen muamele kılışını devamlaştırıyoruz dedi. Bu yerdeki məqsədinin aydın tarafı ne desəli hürmetlik vatandaş. Biz baştan ahir sözlep kilovatımız yolluk sözü kıl. Rekabetlik sözü kıl. Yani kanun dairesi, intizam, nizamla yol koygan dairesi sözü kıl. Adil sözü kıl. Karşılığımız. Bunun uçuk gap yok, bunun da yaxşı gap yok. Lekin Cungu şunu kabul kılmayıvatıdı. Mesela Aksaray'ın iqtisat meselesileri kötülüğü işkiqetim dedi ki Cungu Amerika soğudu söhbeti devamlı işi gerek idi. Yağı toxtab qalğan bolsa başlanışı gerek idi. Biroq bunun qarayı Xi Jinping qarşılıq görüstüvatıdı. Bugün etigen New York Vaqt gez ilan qılğan bir parça maqalası da hazır Cungu işki kısmında hakimiyetle yakırayı Xi Jinping'ni tanqidlaydigan ahvallar körüldü dedi. Hele kadar siyasi özgürlük deydigan davranla ahırlaşqandek durdu. Ameliyatı Cungu'da siyasi özgürlük neme? Tüptün hiç kim siyasi özgürlük qıyğan yok. Deng Xiaoping davrida, Hua Guoping davrida özgürlük bu ordu özgürlüşü. Zhao Ziyang Huyabanlarını eli yetişimi fakatla at yengişleş, poçta atlarını yengişleş. Cungu'da siyasi cihet hiç kandak özgürlük olmaganda, ularını siyasi özgürlük dep ataştın hiç kandak zöröriyeti yok. Hayız çıksa yanılışı Mao Zedong'un siyasetini devamlaştırıp gel. Hazırgıça aytganda mesela tanqidlagan nima deb tanqidlabdi yaqindagi saxta vaksina meselesi bilen tanqidlabdi. Şundaqla hazır Amerika Qo'shma Shtatlari nima uchun soda soat bizga besim ishiltidi, mushuni Cungu keltirib chiqardi deb tanqidlabdi. Lekin qarab baqaylik vatandaş, hazır Cungu'dagi eng og'ir masala soda meselesimi? Yoki siyosetning boshqa taraflaridagi masalami? Yoki hozir Cungu'dagi eng og'ir masala xalqaro uchunmi shundaq bo'lishi kerak? Cungu uchunmi shundaq bo'lishi kerak? Cungu Kompartiyasi xatolik o'tkazyapti deganda ham shundaq bo'lishi kerak. Eng og'ir masala mustamlika Uyg'uristonda jazo lageri qurish. Ayni vaqtda Gitleri savab bu. Shundoq Avstriya, Polsha qatorliq joylarda qo'rg'on jazo lagerlari joyishlarning taqdiri qandaq bo'lsa, bugun Uyg'urlarning taqdiri shundaq bo'lyapti. Ular jazo lageri qamalganda qandaq muomalaga uchrasa, masalan, kiyim-kechakni qandaq kiyish, o'ltirish, qo'posh degandek mushlarning hammasini joyishlar ayni chog'da Gitler Germaniyasining turmisida jazo lagerida qandaq tatgan bo'lsa, bugun Uyg'urlar shundaq tatyapti. Bugün qaraymiz ki New York Vaqt gezisida Cungu'nun rahbarlari bayaki hazırlık siyaset tanqidlarini bir profesör shundaq yozdi deydi. Bu profesör nemiz ki Şinjan yoki mustamlika Uyg'uristondagi jazo lager to'g'risida bir poch tanqid yozolmaydi. Nemiz ki tanqidlayolmaydi? Chunki Cungu'nun qurilmasi, siyosiy qurilmasi millatchilik, imperiya xarakterlik. İmperiya xarakterlik milletçilik siyasi kurulması, milletçilik partiya organları, milletçilik siyasi tüzüm, milletçilik ictimai tüzüm, iktisadi milletçilik, medeniyet milletçiliği, fen maarif milletçiliği ve şunun okşaş harbiy İslam milletçiliği, muşların hamısı koşup gelseniz, demek Uygur'u yürgüzüp atkan siyaset, del milletçilik. Şuna ictimai tüzüm milletçilik, siyasi tüzüm milletçilik iken bu ne? Tanqidlaydiq Allah'ımı cüret kılıp eğizga alanmadı. Çünkü bu Cungu'dur. Bu Cungu'nun kurulmasıdır. Siz bugün fakat yalgan vaksinanı tanqidlayapsiz. Fakat
Amerika nima uchun besim ishiltidi u sodada buni kim paydo qildi deb tanqidlabsiz. Masala shu bo'lgan bo'lsa, negizlik siyosat berib taqolmasangiz, bu yerda Rais Shi Jinpingni tanqidlashdan zaruriyatimi ancha zo'r bo'lmasi kerak. Lekin bu bir yangilik. Men o'tgan so'zlagan leksiyamda vatandoshlarga shunday degan edim. Prezident Trump hayrat qilib, bu siz uchun siz tashlagan qadam, siz ochgan yo'l va shu yo'lda kelayotgan bu qadam tarixning, insoniyat tarixining eng oxirgi qadami. Bu hukmni misal tomtaq qo'yibdi-man. Shunga hozir bugun bu fursatdan foydalanib vatandoshlarga tushuncha beray. Ayni chog'da G'arb lageri va Sharq lageri erkin kapitalizm dünyası ve mustabid komünizm dünyası deb atalgan sobiq Sovetlar bilan Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arb dunyosi o'rtasida yuz bergan 40 yil chamisidagi atrofidagi sovuq munosabatlar urushi oxirlashib, Rossiya sobiq Sovetlar 15 davlatga parchalandi. 15 davlatga parchalandi. Dal shu vaqtda Amerikalik bir olim, asli takdi Yaponiyalik, yani Amerikalik olim ismi Fusheng Francisco. Bu adam bir kitap yazdı. Yani kitapның mavzusi tarixning tugini. Fusheng Francisco vaqt nazarda tutgan ish, bu Xitoy tiliga tarjima qilingan nazarda tutgan ish, sobiq Sovetlar yemirildi. Qizil imperiya yemirildi. Soğuk münasebetler urushi oxirlashdi. Yani jahonning bir davrlik, bir mezgillik, bir bosqichlik tarixi oxirlashdi, yani tugidi degani. Biroq bu kitap nashr qilingandan keyin, hatto Xitoy tiliga tarjima qilingandan keyin xalqaro jamiyatda ham boshqa tillik matbuotlarda tanqid qilindi. Daha komünizm lageri dünyada uzul kesil tuguguni yok. Mesela Asya'da Jungo komünizm lageri var. Kuba komünizm lageri var. Şundaqla Çavuşen komünizm lageri var. Bular bir-biriga birleşmegen bo'lsa, bu davlatlarda komünizm var, mustabidizm var, sotsializm var. Bular tugmay turib siz tarixni qanday oxirlashdi deysiz? Deb savol qo'yishgan edi yozuvchi Fusheng Francisco apandiga. Endi ahir hozir kelayli, endi men tarixning eng oxirgi bir qadami deganda, tarixning eng oxirgi bir qadami deganda, albatta hozir komünizm yoki Osiyodagi Xitoy kommunizm yoki Osiyodagi Xitoy qizil mustamlika imperiyasi bu ham og'dirilishi kerak. Qoida bo'yicha og'dirilishi kerak. Shu vaqtda Fusheng Francisco'ning tarix oxirlashdi. Tarixdan tuguni deb chiqargan xulosa mukammal bo'ldi. Shundaqla bugun biz shunda qaraymizki, hozirgi davr Jungo hukumati xolisimi bir o'zgarishga, bir siyosat o'zgarishiga, mushundaq bir davrga kirib qiladigan bir voqea yetib keldi. Bunu Jungoliklar qabul qilsin, qabul qilmasin. Lekin bizning nazarimizda ham, Xitoy demokratlarining nazarida ham hozir Jungoda kommunizm gumron bo'lishi, kommunizm og'dirilishi. Biz uchun aytganda Jungoda nima mustamlika sistemi og'dirilishi kerak. Yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat majlisi Tibetga Amerikaliklarning kirishi yetib kelishi va muxbirlarning kirishiga yo'l qo'yish to'g'risida bir qonun loyiha ma'qulladi. Bu qonun loyihasida Likachang Tibetga kirib, Tibet xizmatlarini, ishlarni ko'zdan kechirgan vaqt to'g'ri keldi. Bu yerda endi nima noziklik va nima inchkilik va nima prinsip, nima tartibning bor ekanligini men bir nima deb bilmayman, hurmatli vatandoshlar. Bugungi savdo masalasi. Savdo urushi masalasi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'rtasidagi savdo urushi masalasi. Yuqorida endi kelaylik, Wupi degan odamning Amerika Qo'shma Shtatlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan chekinib chiqishi mumkin degan faraz bor yoki tasavvur xarakterli yozgan maqolasi nima dedi? Amerika Qo'shma Shtatlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Pan-ma'rif komitetidan chekinib chiqdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Birlashgan Davlatlarning kishilik huquq organidan chekinib chiqdi.
Şundan qaraganda Amerika Qo'shma Shtatlari kishilik huquqi buningdagi ko'ngil bo'lmaydi emas, o'z oldiga ish qilish. Demak, bu komitetni kishilik huquqni dafsanda qilayotgan Jungodek, Kubadek, Chavshandek yoki ayni chog'dagi Rossiyadek davlatlar kontrol qilib oldi. Bunda ahvol asli Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq to'g'riliq so'zlash, u to'g'rida eg'iz echish va bu to'g'rida qaror ma'qullash degan so'zning hech qanday ahamiyati qolmadi. Shunglashqa Amerika Qo'shma Shtatlari yuraklik holda Hali xonim Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq komiteti organidan Amerika Qo'shma Shtatlarining chekinib chiqqanligini qarshilamiz. Chunki bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nima? O'yinpaz odamlarning o'yin o'ynash saloniga aylangandek, bu yerda ya gipi o'tmaydigan, ya so'zi o'tmaydigan davlatlar bir yerga yig'ilib olib, eg'izda kishilik huquq, eg'izda nima tartiblarni so'zlashib o'tirib, hozirgacha hal qilgan. Siz savol qo'ying o'zingizga va dunyoga. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti hozirgacha hal qilgan masala nima? Masalan, millatlar masalasida, millatlarning kishilik huquqi masalasida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti hal qilgan masala nima? Qonun tuzildi, bayonotlar e'lon qilindi, xitobnomalar e'lon qilindi. Mana bugun to'p-to'g'ri 19 yil bo'ldi. Jungo hukumatı Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ikki parcha qonuniga imzo qo'ydi. 19 yil bo'ldi. Jungo hukumatı ijro qildimi? Birlashgan Davlatlar Tashkiloti sen meni ijro qilamsan, nima deb imzo qo'yding dedimi? Yo'q. Hech nima yo'q. Demak, sen bexatarlik komitetiga a'zo bo'lgan, boshlamchi bo'lgan, siyosatni ijro qilishda boshlamchi bo'lgan davlat Jungo o'zing imzo qo'ygan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ikki parcha nizomnomasi hozirgacha ijro qilmadi.